Bismillahirrahmanirrahim. Sura Al-İmran 200 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamisha tirikdir. Mahluqotni idora qilib turg'uchidir. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Ey Muhammad, o'zidan ilgirki kitoblarni tasdiq qilg'uchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni Allah sana nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Haq bilan botilni ayirg'uchi kitobni, ya'ni barliq samoviy kitoblarni nozil qildi. Shubhisizki, Allohning oyatlarini inkor qilganlar oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah g'olibdir. Yomonlarni jazolig'ichidir. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. Shubhisizki, osmon va zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. O sizlarni bachchidonlarda, ya'ni onanglarning qo'rsiqidagi cheg'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ey Muhammad, o Allah sana kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Uningda mahkam, ya'ni ma'nisi ochiq oyatlar borki, ular kitobning, ya'ni butun Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ya'ni ma'nisi muayyan emas oyatlar bordir. Dillarida agirlik bor, ya'ni gumrohlikqa moyil kishilar pishni qo'zg'ash va o'z ro'yi bo'yicha ma'ni berish uchun mutashabih oyatlarga agishadi. Ya'ni mutashabih oyatlarni o'z nafsi xohishi bo'yicha tushundiradi. Bundoq oyatlarning haqiqiy ma'nisini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqanlar aytadi. Uningga ishondik. Hammasi
Parvardigorimiz tarafidan nozil bo'lgan. Buni faqat aql egalari tushunadi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Parvardigorimiz, bizni hidoyat qilganingdan keyin dillarimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat beg'ishlagin. Shubhisizki, sen bandalaringga atolarni bakma beg'ishlig'utsan. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Parvardigorimiz, shubhisizki, kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni hisob ilinadigan qiyomat kunida kishilarni to'pliq o'tsan. Shubhisizki, Allah va'dasiga xiloflik qilmaydi. Innallazina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'an wa ulaika hum waqudun nar. Kafirlarning mollari, bolalari Allah'ның azabı oldida haqiqatan hech narsaga dol bo'lolmaydi. Ular, ya'ni kuffarlar, do'zaxning yiqilg'usidir. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Bu kuffarlarning holi Fir'avn tavalarining va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Allah ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Ey Muhammed, kafirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinisizlar va oxirat jahannamga to'planisizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ey Yahudilar jamoasi! Badrda jang uchun uchrashgan ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri musulmonlarni sonini o'zdirdek ikki barobar o'chiq ko'rgan kafirlar guruhidir. Ya'ni Alloh kafirlarga qo'rqinch selish bilan ularni urushdan qo'l yig'dirish uchun kafirlarga musulmonlarning sonini jiq ko'rsatdi. Allah xohlagan kishiga yordam berib qo'llaydi. Buningda haqiqatan aql egalari uchun ibrat bor. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayollar, o'g'illar, oltin ko'mishdan to'plangan ko'p mollar, arg'amoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati
insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo tirikchiligida manfaatlanadigan baqosi yo'q shay'ilardir. Allohning dargohida bo'lsa, qaytadigan go'zal joy, ya'ni jannat bordir. Shuning uchun boshqaga emas, jannatga qiziqish kerak. Qul a'unabbi'ukum bi khayrin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Ey Muhammad, qavminga aytqinki, sizlarga ulardanmi, ya'ni dunyoning zibu zinnatlari va ne'matlaridanmi yaxshi bo'lgan narsalarni aytib beraymi? Taqvodorlar uchun Parvardigori huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bo'lib, ular jannatlarda mangu qoladi. Jannatlarda pok juftlar bor. Taqvodorlar uchun yana Allohning rizosi bor. Alloh bandalarini, ya'ni ularning hamma ishlarini ko'rib turg'uchidir. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Ular, ya'ni taqvodorlar, Parvardigorimiz, biz shubhisiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlagin deydi. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Ular, ya'ni taqvodorlar, sabr qilguvchilardir. Rostchillardir. Allohga itoat qilguvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mollarini sarf qilguvchilardir va saharlarda istig'for aytquchilardir. Shahidallohu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huval azizul hakim. Allah adolatni barpo qilgan holda guvohlik berdiki, uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Farishtalarmu, ilm ahlilarmu shundoq guvohlik berdi. Uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. U g'olibdir. Hikmat bilan ish qilguvchidir. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. حقيقة Allah'ın nazarında makbul din İslam dinidir. Kitap berilganlar, ya'ni Yahudilar ve Nasaralar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Ya'ni islomning haqligini, Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini ro'shan pokitlar orqali bilib turib, ko'rolmaslikdan inkor qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Alloh uni yaqinda jazolaydi. Alloh tez hisob olg'uchidir. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Ey Muhammad, agar ular sen bilan din borasida munozirlashsa, menga agashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim. Ya'ni Allohning amrlariga bo'ysunguchimiz degin. Kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va ummilarga, ya'ni Arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular yuz o'risa, sana hech ziyni yo'q. Sening faqat tabliğ qilish mas'uliyating bor. Allah bandalarini, ya'ni hamma ahvolini ko'rib turg'uchidir. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Allah'ның ayetlerini inkar kılıdıqallar, peygamberlerini nahaq öldürüdüqallar, kişilerinin içideki adaletke buyuruyduqallar, yani Allah'ka davet kılıgıçılarını öldürüdüqallarga çokum qattiq azap bilen xush xabar berkin. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Ani şularning dunyo va oxiratdagi amallari bekor bo'ldi. Ularga hech yordam qilguvchi yo'qdir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Kitaptan nesibi berilganlar, ya'ni Yahudilarning o'lim mollarini ko'rmidingmi? Ular o'z orasida datalash qilishgan ishlar to'g'risida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsa, ularning bir turkumi buningdan, ya'ni Allohning hukmini qabul qilishdan yuz o'riydi. Ular haqdan yuz o'rguchilardir. Ya'ni haqdan yuz o'rish ularning tabiatiga singib ketgan. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Ularning dozaq o'ti bizni sanoqli kunlarla, ya'ni mo'zayga cho'qingan 40 kunlik vaqtla ko'ydirdi deganliklari va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarining o'zlarini oldiganligi uchundir. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan. Ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobini kemaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Aytqinki,
padişahlıqning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga padişahlıqni berasan. Xohlagan odamdan padişahlıqni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan. Xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilikning xazinasi yolg'iz sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Kechini kunduzga kirgizasan. Kunduzni kechiga kirgizasan. Shuning bilan kecha kunduzning uzun qisqa bo'lishi fasllar bo'yicha navbatlashib turadi. Jonliqni, ya'ni tirik bo'lgan insonni, hayvonni jonsizdan, ya'ni jonsiz bo'lgan obiy ma'nidan chiqarasan. Jonsizni, ya'ni jonsiz bo'lgan obiy ma'nini jonliqdan, ya'ni jonliq bo'lgan insondan, hayvondan chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Müminlerni qo'yib, kafirlarni do'st tutmasin. Kimki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erisholmaydi. Ulardan qo'rqib, do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Aytqin ki, dilinglardikini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah buni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zemindagi narsalarni bilib turadi. Allah har narsaga qodirdir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. O kunda, yani qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalariga mehribondir. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga agishinglar ki, Allah sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir.
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular itoat qilishdan yuz o'risa, Alloh kofirlarni, ya'ni Allohning oyatlarini inkor qilganlarni do'st tutmaydi. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Allah haqiqatan Odamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini payg'ambarlikka tanlab, ularni o'zlarining zamonidagi jahon ahlidan ortiq qildi. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. U avlodlar bir-biri bilan qondoshdir. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning niyatlarini bilib turg'uchidir. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. O'z vaqtida Imronning ayoli aytdi: Parvardigorim, men qo'rsqimdagi farzandimni dunyo ishlaridan ozod qilingan holda cho'qim sening xizmatingga otidim. Bu nazramni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimni anglab turg'uchisan. Niyatimni bilib turg'uchisan. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. O kız tuqqan vaqtida "Ey Parvardigorim, qiz tug'dim" dedi. Uning nima tuqqanligini Alloh obdan biladi. U talab qilgan o'g'il ata qilingan qizga o'xshash emas, balki bu qiz ortiqdir. Imronning ayoli aytdiki, "Men uni Maryam otidim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytondan panoh tilayman." فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Uni Parvardigori chiroyliqcha qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uningga Zakariyoni kepil qildi. Ya'ni uning xizmatini qilishga Zakariyoni qo'ydi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga uni ko'rgili kirsa, uning yonida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "U Alloh tarafidan keldi" deydi. Alloh haqiqatan xohlagan odamga japa mushaqqatsizla hisobsiz rizq berdi. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
Shu vaqtda, ya'ni Maryamning karomatini ko'rgan chog'da Zakariya Parvardigoriga duo qilib: "Ey Parvardigorim, menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Haqiqatan duoni eshitguchisan" dedi. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. U ibodatgohida namoz o'qiyotganda farishtalar uningga: "Sana Allohning kalimasi, ya'ni Isoni tasdiq qilguvchi, sayyid, parhezkor va yaxshilardan bo'lgan Yahyo ismli bir payg'ambar bilan xush xabar berdi" deb nido qildi. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. O Parvardigorim, men qerib qolgan tursam, ayolim tug'utdan qolgan tursa, qandoqmi mening o'g'lim bo'lsin dedi. Farishtalar: "Alloh shuningdek xolig'ini qiladi. Ya'ni qudrati ilohiya hech narsadan ojiz emas" dedi. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. O Parvardigorim, menga ayolimning homilador bo'lganligiga bir nishoni ato qilgin dedi. Allah: "Sana bo'ladigan nishoni shuki, 3 kungacha kishilarga so'z qilolmaysan. Ya'ni zikri tasbih aytishdan boshqa so'zga tilim kelmaydi. Faqat ishoratli qilasan. Ne'matimga shukr qilish yuzasidan Parvardigoringni ko'p yod et. Kashda, atiganda tasbih ayt" dedi. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Farishtalar aytdi: "Ey Maryam, Allah haqiqatan seni butun ayollar ichidan tanladi. Seni pok qildi. Seni butun jahon ayollaridan ortiq qildi." يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ey Maryam, Parvardigoringga itoat qil, sajda qil va ruku qilguvchilar bilan birga ruku qil. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ey Muhammad, bu sana vahiy qilayotganimiz g'ayb xabarlaridandir. Maryamni ularning qaysisi tarbiyasiga elish masalasida chak tashlash yuzasidan qalamlarini suvga tashlagan chog'da sen ularning yenida yo'q eding. Maryamning kimning tarbiyasida bo'lishini o'zaro janjal qilishganlarida sen ularning yenida yo'q eding. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. O'z vaqtida farishtalar aytdi: Ey Maryam, Allah sana otining vositasiz Allohning bir kalimasidan to'ralgan bir bovoq bilan xush xabar berdi-ki, uning ismi Masih Maryam o'g'li Isodir. U dunyo va oxiratda obro'yliq va Allohga yaqinlardan bo'ladi. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. U büşkdimi, ya'ni buvoqliq cheg'dimi, o'ttir yosh bo'lgandimi, kishilarga payg'ambarlarning so'zini so'zlaydi va taqvodorlikda komil yaxshi odamlardan bo'ladi. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Maryam, Parvardigorim, menga insonning qo'li tegmagan tursa, ya'ni erlik bo'lmasam, qandoq bolam bo'ladi dedi. Farishta, Alloh xoliqini shundoq yaratadi. Ya'ni ota-ona orqaliqmi va uning sizmi yaratadi. Biror ishning bo'lishini iroda qilsa, vujudga kel deydi, vujudga keladi. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Allah uningga xatni, hikmatni, ya'ni so'z harakatda to'g'ri bo'lishini, Tavrotni, Injilni o'rgatadi. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Uni Bani İsrailga payg'ambar qilib avatidi. U deydi: Shubhisizki, sizlarga men Rabbinglar tarafidan bo'lgan payg'ambarligimning rostligini ko'rsatadigan bir mo'jiza ilib keldim. Men sizlarga loydin qushning shaklidek bir narsa yasayman. Ondan uningga puflayman-da, Allohning izni bilan u qush bo'ladi. To'g'mi ko'rni, baraz kesilini saqaytaman. Allohning izni bilan o'liklarni tirildiraman. Sizlar yeydigan va o'yinglarda saqlaydigan yemakliklardan xabar beraman. Ya'ni sizlarning yo'chirin ahvolinglarni aytib beralayman. Shubhisizki, agar sizlar Allohning mo'jizalariga ishonguchi bo'lsanglar, buningda, ya'ni men keltirgan mo'jizalarda sizlar uchun albatta mening rostligimni ko'rsatadigan ro'shan alomat bor. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Men ilgari kelgan Tavrotni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilgan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil elib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening amrimga itoat qilinglar.
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir. Sizlarningmi parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. İsa ularni, yani Yahudilardan küfrida ching turib, uni o'ldirish niyatiga kelganligini sezgan chog'da Alloh uchun Allohga da'vat qilish yo'lida ma kimlar yordam berdi dedi. Havoriylar, ya'ni uning tavalaridan haqiqiy mo'minlar aytdi. Alloh uchun sana biz yordam beramiz. Allohga iymon etdik. Guvoh bo'lginki biz payg'ambarligingga bo'ysunguchilarmiz. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Parvardigorimiz, sen nozil qilgan kitobga ishondik. Payg'ambarga ergashdik. Bizni hidoyatingga shohid bo'lganlar qatorida qilgin. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ular mikr ishlatdi. Ya'ni İsa alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'ldi. Allah ularning mikrini barbod qildi. İsa alayhissalomni qutqizib osmonga elib chiqib ketdi. Allah mikr qilguvchilarning jazosini obdan berguchidir. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey İsa, men seni ajrim yetganda qabzi ruh qilaman. Seni dargohimga ko'tiraman, ya'ni osmonga elib chiqaman. Seni kofirlardan pok qilaman. Ya'ni seni o'ldirmoqchi bo'lgan yomonlarning sharridan saqlayman. Sana ergashganlarni qiyomatgacha kofirlardan ustun qilaman. Ondan mening dargohimga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan ish, ya'ni İsa'ning ishi ustida oranglarda men hukm chiqaraman. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Kafirlarga bo'lsa, dunyo va oxiratda qattiq azob qilaman. Ulardan Allohning azobini to'sadigan hech madadkor bo'lmaydi. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. İman etgan va yaxshi amal qilganlarga kelsak, Allah ularning qilgan yaxshi amallarining ajrini to'liq beradi. Allah zolimlarni do'st tutmaydi. Zolimlarni do'st tutmaydigan zot qandoqmi bandalarga zulm qilsin?
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. Ey Muhammed, bu bo'lsa sana biz o'qib beriyotgan oyatlardir va hikmatlik Qur'ondir. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Şübihsizki Allah'ның nazarida İsa'nın misali o adsız yaratılganlıktan Adem'nin, yani Adem aleyhisselam'ның misaliga o'xshaydi. Ademni Allah ata-onasiz tuproqdan yaratdi. Ondan uningga vujudga kel dedi-de, u vujudga keldi. İsa'nın ishi Adem'ning ishidan ajablanarlik emas. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. İsa haqidagi bu so'z Allah tarafidan nozil bo'lgan haqiqatdir. Sen shak qilg'uvchilardan bo'lmag'in. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Sen İsa to'g'riliq haqiqiy ma'lumotga ega bo'lganingdan keyin kimlarki sen bilan munozirlashsa, sen ularga kelinglar, o'g'illarimizni va o'g'illaringlarni, ayollarimizni va ayollaringlarni, o'zlarimizni va o'zlaringlarni yig'ib, Allohning la'nati yolg'onchilarga bo'lsin deb Allohga yalvurib duo qilaydi degin. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. Şübihsizki bu elbette rast qıssadır. Bir Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah haqiqatan g'olibdir. Hikmet bilan ish qilg'uchidir. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Agar ular iymondan yuz o'risa, ular buzg'unchilardir. Shubhisizki Allah buzg'unchilarni bilib turadi. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ey ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar, fakat Allah'a ibadet qilish, Allah'a hiç narsani sherik keltirmaslik, Allah'ni qo'yib bir-birimizni xudo qilib olmaslikdek, hammamizga o'rtaq bo'lgan bir so'zga, ya'ni bir xil aqidaga amal qilayli degin. Agar ular yuz o'risa, ya'ni buni qabul qilmasa, ey Yahudilar va Nasaralar jamoasi, bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Ey ahli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar, nemi üçün İbrahim toğrısıda münazirelişsizler, İbrahimni özünlarının dinida deb guman qilisilar. Halbuki Tevrat bilen İncil İbrahim'den keyin nazil bo'ldi. Sözünlarının asassız işkellikini düşünmemsiler. Ha entum haulâi hâcectum fîmâ lekum bihi ilm. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ey Yahudilar ve Nasaralar cemaatsi! Sizler şundak kişilersizler ki, biladigan narsanlar İsa üstüde münazirleştinlar. Emdi sizler bilmaydigan narsanglar İbrahim ve onun dini üstüde nemishqa münazirleşsizler. İbrahimning ishidagi haqiqatni Allah biladi. Sizler bilmaysizlar denglar. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. İbrahim Yahudi mu emas, Nasara mu emas, ve lekin toğru dingi e'tiqod qilguvchi, Allah'a boysunguchi edi. Mushriklardan emas edi. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. İbrahimga en yakın bolğanlar şübihesizki İbrahimning zamanida ve onundan keyin onunga, yani onun yoluga ergashganlardir. Bu payg'ambar, yani Muhammed alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ümmeti bo'lgan mo'minlardir. Allah mo'minlarning madadkoridir. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ahli kitaptan bir turkum kişiler sizlarni ozdirishni umid qiladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Buning vaboli ularga hassilab azob qilinish bilan o'zlariga qaytadi. Lekin ular buni tuymaydi. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Ey ahli kitap! Allah'ның ayetlerini, yani Muhammed aleyhisselamga nazil kılıngan Kur'an'ның haqliqini bilip durup, nemishqa inkar qilsizlar. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Ey ahli kitap! Nemi üçün haqni batılga aralashtirasizlar ve bilip durup haqni, yani Muhammed aleyhisselamның kitaplarınlardaki sübtini yoşurusizlar. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Ahli kitaptan bir türkümü müminlerge nazil kılıngan vahiyge atigende iman eytinglar. Kashqurulliqi yenvilinglar.
Shundaq qilsanglar, ular iymondan qaytishi mumkin. Faqat sizlarning dininglarga agashganlarga ishoninglar, dedi. Ey Muhammad, aytqinki, to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Yahudilar bir-biriga aytadi. Birarsiga sizlarga berilganga o'xshash vahiy berilishdan yoki ularning, ya'ni musulmonlarning qiyomat kuni Parvardigoringlarning dargohida sizlar bilan munozirlashishidan, ya'ni munozirlashib sizlarni yengib qo'yishidan qo'rqib, faqat dininglarga agashgan odamga ishoninglar. Dininglarda bo'lmagan hech odamning payg'ambarligini e'tirof qilmanglar. Agar sizlar Muhammadning payg'ambarligini iqror qilib, uning diniga kirmasanglar, bu qiyomat kuni sizlarga qarshi pokit bo'ladi. Ey Muhammad, aytqinki, fazil karam, ya'ni payg'ambarlik Allohning ilkidir. Allah uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah rahmetini o'zi xohlagan kishiga xos qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Ahli kitobdan ba'zi kishilar borki, uningda ko'p mol omonat qo'ysangmi, sana uni qaytirib beradi. Ulardan yana ba'zi kishilarmi borki, uningda bir dinar omonat qo'ysangmi, uning beshida turmig'icha, ya'ni qayta so'ylimigicha uni sana qaytirib bermaydi. Bu shuning uchunki, ular ümmiylarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas, dedi. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Undaq emas. Ya'ni ular boshqa dindikilarga zulm qilsa gunoh bo'ladi. Ahdiga vafo qilgan va gunohdan saqlanganlar Alloh do'st tutgan kishilardir. Chunki Allah taqvodorlarni haqiqatan do'st tutadi. innallazina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah'a bergen ahdini ve qasamlarini ozg'ini badalga tegishadiganlar
oxiratda Allohning rahmatidan hech qanday nesibiga erisholmaydi. Qiyomat kuni Alloh ularni xush qiladigan so'z qilmaydi. Ularga rahmat ko'zi bilan qarmaydi. Ularni gunohlaridan poklamaydi. Ular qattiq azobga qoladi. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ulardan, yani Yahudilardan bir türkimi kitapta bo'lmagan narsalarni sizlarning kitapta bor ishkan deb o'ylashinglar uchun tillarini agri bugri qilib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nozil bo'lgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nozil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah biror insonga kitobni, hikmatni, payg'ambarlikni bergandan keyin uning kishilarga Allohni qo'yib, "Menga banda bo'linglar" deyishi loyiq bo'lmaydi. Ya'ni payg'ambardan mundoq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi va lekin u kitobni o'rgatganliginglar, o'qiganliginglar uchun Rabboni bo'linglar deydi. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Shuningdek, uning farishtalarni, payg'ambarlarni Rabb qilib olishga buyurishi loyiq bo'lmaydi. Musulmon bo'lganinglardan keyin payg'ambarlar sizlarni kufriga buyurumdi. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Öz vaqtidala Allah payg'ambarlardan chin ahdi ilib, sizlarga men kitobni va hikmatni ato qildim. Keyin sizlarga sizlardagi narsalarni, ya'ni kitob bilan hikmatni e'tirof qilguvchi bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, uningga albatta iymon etishinglar kerak va uningga albatta yordam berishinglar kerak dedi. Allah bu ahdini iqror, ya'ni e'tirof qildinglarmi? Shuning, ya'ni bu ish uchun mening ahdimni qabul qildinglarmi? dedi. Ular e'tirof qildik dedi. Allah o'zinglarning va tavalaringlarning e'tirof qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan billa guvoh bo'lg'uchilardindurman dedi. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kimki shuningdan keyin yuz o'risa, ya'ni ahdini buzsa, ular
Allohning itoatidan chiqquvchilardir. أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Ular, yani Yahudilar ve Nasaralar Allah'ның dinidir, yani İslam dinidan başka dinni tilemdi. Halbuki osmonlardagilar ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Allohga bo'ysungan tursa, ular qiyomat kuni Alloh tarafiga qaytariladi. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ey Muhammed! Ularga aytqin ki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nozil qilinganga, ya'ni Qur'onga, Ibrohimga, Ismoilga, Ishoqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nozil qilingan vahiyga, Musoga berilgan Tavratga va payg'ambarlarga Parvardigori tarafidan berilganga, ya'ni kitoblarga iymon etdik. Ularning hech birini ayirib etmaymiz. Ya'ni ularning ba'zisiga iymon etib, ba'zisini inkor qilmaymiz. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Kimki İslam dinidan g'ayri dinni tilaydigan, hargiz u, ya'ni uning dini qabul qilinmaydi. U oxiratda ziyon tortquchidir. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. İman etqandın, payg'ambarning haq ishkanligiga shohid bo'lgandin va o'zlariga ro'shan dalillar kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qandoqmi hidoyat qilsin? Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Allah'ның, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrash ularga berilgan jazodir. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Ular dozaqda mangu qoladi. Ulardan azob yeniklatilmaydi, kechiktirilmaydi. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Faqat tavba qilganlar va buzuq amallarni tuzatganlar buningdan mustasno. Alloh mundaqlarga mag'firat qilg'uchidir va mehribondir. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Şübihsizki iman etqandan keyin kafir bo'lganlar, ondan kufrini teximi oshirganlarning tavbasi hargizmi qabul qilinmaydi. Ani shular gumrohlardir.
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Şübihisiz ki kafir bulup tavbe kılmasdan küfrü bilen ölgenlerinin hiç birinden yer yüzüge bir keladigan altın fidye bersimu qabul qilinmaydi. Yani şular qattiq azapga qoladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor bo'lmaydi. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yaxşı ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadiqa qilmoqcha, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishalmaysizlar. Allohning yo'lida nemini sarf qilmanglar, Alloh uni bilib turg'uchidir. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tevrat nazil qilinishdan ilgari Isroil, ya'ni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilgan yemekliklar, ya'ni to'gining go'shi va sutidan boshqa yemekliklarning hammasi Isroil avlodiga halol edi. Ey Muhammad, ularga aytqinki, agar rostchil bo'lsanglar, Tavratni elib kelib o'qib beqinglar. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. Shuningdan keyin, ya'ni ro'shan dalil maydonga kelgandan keyin, kimki Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ular zolimlardir. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Aytqinki, Allah rost aytdi. İslam dinidan iborat İbrahimning to'g'ri diniga agishinglar. U, ya'ni Ibrohim mushriklardan emas edi. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Baytulloh Makkadir. Muborakdir. Jahon ahliga hidoyatdir. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Onun da ochiq alomatlar borki, maqomi İbrahim shularning biri. Baytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Qodir bo'ladigan kishilarning Alloh uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga fariz qilindi. Kimki inkor qiladigan, ya'ni hajni tark etadigan, ziyni o'ziga. Shubhisizki Alloh ahli jahondan, ya'ni ularning ibodatidan behojatdir. قل يا
الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. Ey Muhammed, aytqin ki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilasizlar? Vaholanki, Alloh qilmishinglarga shohiddir. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Ey Muhammed, aytqin ki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasoralar, islom dinining haqliqiga shohid bo'lib turib, nima uchun Allohning yo'lini agri ko'rsatishni qasdlab, mo'minlarni uningdan to'ssizlar? Alloh qilmishinglardan g'ofil emasdir. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ey mo'minlar, agar ahli kitobdan bir firqaga itoat qilsanglar, mo'min bo'lguninglardan keyin ular sizlarni kofir qilib qo'yadi. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Sizlarga Allohning oyatlari o'qilayotgan, ya'ni vahiy o'zilib qolmay Allohning oyatlari nozil bo'layotgan va oranglarda Allohning payg'ambari hayot turgan tursa, qandoqmi kofir bo'lasizlar? Kimki Allohga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishir ekan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ladi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey mo'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Hammanglar Allohning arg'amchisiga, ya'ni Allohning diniga mahkam yepishinglar. Ayrilmanglar. Ya'ni sizlardan ilgari Yahudilar va Nasoralar ixtilof qilishgandek, dinda ixtilof qilishmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini aslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax cho'qirining girbikida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sizlərning oranglarda xayrlik ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlarni man'i qiladigan bir jamoa bo'lsin. Ani shular maqsadiga erishguchilardir. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Roşan dalillar kelgandan keyin ayrılıp ketishgan va ixtilof qilishgan kishilar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardek bo'lmanglar. Ani shular çoğun azapı doçar buludu. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Şu günde, yani kıyamet günü de bazı yüzler, yani müminlerinin yüzleri akırıldı. Bazı yüzler, yani kuffarlarının yüzleri qariydi. Yüzü qarayğanlarga perişteler eytidi ki, iman eytqininglardan keyin kafir boldunglarmı? Kafir bolğanlıqinglar üçün azapni tetinglar. وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yüzü aqırğanlar Allah'ın rahmetide, yani cennette boludu. Ular onun da, yani cennette mengü kalıdı. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. Bu Allah'ın ayetleridir. Ular ne? Ey Muhammed! Sana rast okup berimiz. Allah cahan ehlige zulüm kılışını xalimaydı. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Osmanlar ve zemindeki şeyler Allah'ın mülki, mahlukati ve bendeleridir. Hamma işler Allah'a kaydırılıdır. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. Ey Muhammed ümmeti! Sizler insanlar menfaati üçün o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan Allohga iymon aytadigan eng yaxshi ummatsizlar. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar, Nasaralar iymon etsa, ya'ni Muhammad alayhissalomga nozil qilingan vahiyga ishonsa, ular uchun dunyo va oxiratda albatta yaxshi bo'ladi. Ularning ichida mo'minlarmi bor. Ularning to'lisi fosiqlardir. لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Ular sizlarga azor berishdan boshqa hech qanday ziyon zahmat yetkazolmaydi. Agar sizlar bilan urushsa, sizlarga orqasini qilib qochadi. Ondan ularga yordam berilmaydi. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ularning qayerda bo'lmasin, Allohning va musulmonlarning himoyasida bo'lganlaridan boshqalari xorliqqa petib qoldi. Allohning g'azabiga uchradi. Muhtojlikqa cho'mdi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganliklari va payg'ambarlarni nohaq o'ldirganliklari uchundir. Ularning Allohning farmonidan chiqib ketganliklari va Allohning cheklimasidan eshib ketganliklari uchundir. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ular bir xil emas. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar, Nasaralardan kechalari Allohning oyatlarini tilovat qilib turadigan va sajda qilib turadigan bir jamoa kishilar bor. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Ular Allohga va oxirat kuniga ishonadi. Yaxshi ishlarga buyuruydi. Yomon ishlardan to'sadi. Xayrlik ishlarni qilishga oldiraydi. Ana shular yaxshilardandir. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Ular har qanday yaxshilikni qilsin, u bekor ketmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Şübihisiz ki kafirlarning mollari, bolalari Allohning azobi oldida hargiz hech narsaga dal bo'lolmaydi. Ular do'zax ahlidir. Do'zaxda mangu qoladi. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Ularning bu dunyoda riyo qilib bergan sadiqalari o'zlariga zulm qilgan bir qavmning ziroitiga tegib, uni nobud qilayotgan so'g'uq shamolga o'xshaydi. Egalarining gunohi tufaylidan nobud qilingan bu ziroatga o'xshash, Alloh ularning yaxshi amallarini barbod qiladi. Ularga Alloh zulm qilmadi va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ey müminler! Özüңlardan bolmağanlarını, yani münafıklarını sırdaş kılıp almanglar. Ular sizlerge buzgunçılık kılışta boşanlık kılıp kalmaydı. Ular sizlerinin muşakkatli qilishinglarni arzu qiladi. Ularning düşmanligi egizlaridan ma'lum bo'lib turdi. Ularning dillarida yoshirgan düşmanligi texmi cho'ngdir. Shubhisizki, agar tushunadigan bo'lsanglar, sizlarga nurg'un oyatlarni bayon qildik. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Ey müminler cemaati! Sizler ularni dost tutsizlar. Ular sizlarni dost tutmaydı. Sizlarga bo'lgan düşmanlikni yoshirin tutadi. Sizlar hamma samoviy kitobga ishinisizlar. Shundoq turuqliq ular sizlarni o'z ko'rdi. Ular sizlar bilan uchrashganda iymon aytdik deydi. O'zlari yolg'iz qolganda sizlarga bo'lgan ochiqidan barmoqlarini tishlaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ochiqinglar bilan o'linglar. Ya'ni Alloh o'lguninglarga qadar ochiqinglarni davomlashtirsin. Alloh haqiqatan dillardikini bilguchidir. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Agar sizlarga kengchilik, mo'lchilik, nusrat, g'animat qatorliq biror yaxshilik yetsa, ular buningdan qayg'uradi. Agar sizlarga eg'irchilik, qahatchilik va mag'lubiyat qatorliq biror yomonlik yetsa, ular buningdan xushal bo'ladi. Agar sizlar ularning aziyatiga sabr qilsanglar va so'zinglarda, harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, ularning hiylisi sizlarga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh ularning qilmishlarini haqiqatan to'liq bilguchidir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Ey Muhammad, o'z vaqtida sen atiganda o'yingdin Uhudga chiqib, mo'minlarni urush saflariga o'rinlashtirdi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Öz vaqtida sizlardan ikki guruh, ya'ni Salama oymiqi bilan Bani Harisa oymiqi ojizlik ko'rsatmoqchi, ya'ni qo'rqib urush maydonidan qaytmoqchi bo'ldi. Alloh ularning madadkori edi. Mo'minlar jimi ahvoli va jimi ishlarida Allohga tavakkul qilsin.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah sizlarga Badrda nusrat ata qildi. Halbuki sizlar kuchsiz edinglar. Soninglar va qurolinglar oz edi. Allohning sizlarga bergan nusratiga shukr qilish yuzasidan Allohdan qo'rqinglar. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Ey Muhammed! Öz vaqtida sen müminlerge, Parvardigoringlar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa yana yetmamdu deytding. بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. Shundoq u yetidu. Agar jangda sabr qilsanglar, Allohdan qo'rqib, uning amriga itoat qilsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda, Parvardigoringlar sizlarga 5000 nishonliq farishta bilan yordam beradi. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah uni, ya'ni farishtalar orqali yordam berishni faqat sizlarga xushxabar bo'lsin va dilinglar shuning bilan xotirjam bo'lsin. Shuning bilan dushmanning sonining ko'pligidan qo'rqmusin deb qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah tarafidandir. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah'ның yordami kafirlarning bir turkumini halok qilish uchun yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lishlari uchundir. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Ey Muhammed! Hech ish, ya'ni bandalarning ishlarining tadbiri sening ixtiyoringda emas. Allah ya ularning musulmon bo'lsa tavbasini qabul qiladi. Ya ular zolim bo'lganligi uchun kufrida ching tursa, ularni azobga duchor qiladi. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi Allohning mulkidir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi. Xohlagan kishiga azob qiladi. Allah mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Cazanını qat-muqat aşırıp yemanglar. Maqsadinglarga erishish uchun Allohdan nahiy qilgan ishlarni tark etib qo'rqinglar. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. Kafirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan, ya'ni do'zaxga kirishga sabab bo'ladigan yomon ishlardan saqlaninglar.
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Parvardigoringlarning mag'firatiga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zaminchi keladigan jannatga oldiranglar. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Taqvodorlar kengchilikdimi, qissinchilikdimi Alloh yo'lida pul mol sarf qiladiganlar. O'ch elishqa qodir turuqliq ochiqini yotadiganlar. Yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlardir. Alloh yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Taqvodorlar yomon bir gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilsa Allohni yod etadi. Gunohlari uchun mag'firat talab qiladi. Gunohni kechiradigan Allohdan boshqa kim bor? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Ularning, yani yuqorqi xislatlarga ega kishilarning mukofoti Parvardigori tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu qoladi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan savobi nima degan yaxshi? قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Yer yuzida sayr qilinglar. Haqni yolg'onga chiqarganlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaranglar. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va vaz nasihatdir. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Cihatdan boşışıp qalmanglar. Şehit bolğanlar üçün qayg'urmanglar. Agar mümin bolsanglar, üstünlük qazanasizlar. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yorlangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashda
shekastlik yetdi. Ya'ni ular yorlandi va o'ltirdi. Bu kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Ya'ni g'albini hamisha bir pirqida qilmay, bir kun bu pirqida, bir kun u pirqida qilamiz. Bu Allohning haqiqiy mo'minlarni munofiqlardan ayirishi uchundir. Sizlarni shahidlardan qilishi, ya'ni sizlardan ba'zilarni shahidlik darajasiga musharraf qilishi uchundir. Alloh zolimlarni do'st tutmaydi. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Mo'minlarni ularga yetgan musibat orqali poklashi uchundir. Kofirlarni yo'q qilishi uchundir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Ey mo'minlar jamoasi! Alloh sizlardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihodning jafo mushaqqatlariga chidag'uvchilarni bilmay, ya'ni ayirmay turib, faqat og'zinglarda iymon aytdik deyish bilanla jannatga kirishni o'ylamsizlar. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Sizlar o'lim, ya'ni dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nemishqa mag'lub bo'lasizlar? وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burun ko'p payg'ambarlar o'tdi. Ularning ba'zilari o'z ajli bilan o'lgan. Ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar? Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar? Kimki orqasiga yenib oladi ekan, ya'ni murtad bo'ladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Alloh shukr qilguvchilarni mukofotlaydi. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Hech kishi Allohning iznisiz o'lmaydi. Alloh har odamning ajlini tutib etgan. Odamning umrini qo'rqinchoqlik uzartolmaydi. Botirlik qisqartolmaydi. Kimki dunyo savobini ko'zlasa, uningga dunyoning savobini beramiz. Uning oxiratlikdan nasibisi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan xudojo'y o'limalar birlikda jang qildi. Ular
Allah yo'lida yetgan kulpatlardan ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah o'zining yo'lida duch kelgan qiyinchiliklarga chidashlik berguchilarni do'st tutadi. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ularning so'zi faqat Parvardigorimiz gunohlarimizni, ishimizda chakdan oshqanligimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin va kofir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa bo'lmadi. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah ularga dunyoning savobini, ya'ni dushmanlar ustidan g'alaba qilishni va oxiratning yaxshi savobini, ya'ni jannat va uning ne'matlarini ato qildi. Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ey müminler! Agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni orqanglarga, ya'ni kufriga yondiradi. Shuning bilan ziyon tortib qolasizlar. Balillahu mawlaakum wa huwa khayrun nasirin. Undaq emas. Ya'ni ular sizlarning itoat qiladigan madadkoringlar emas. Allah sizlarning madadkoringlardir. Uningga itoat qilinglar. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. İlahlıkka haqqida hiçbir dalil tushirmagan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga sherik qilganliklari uchun kofirlarning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Zolimlarning joyi, ya'ni do'zax haqiqatan yomon joydir. لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Allah sizlarga qilgan dushmaninglarga qarshi nusrat ato qilishdan iborat va'dasida turdi. Allohning izni bilan ularni qirib-atdinglar. Allah sizlar yoqtiradigan g'albini ko'rsatgandan keyin zaiflashib qoldinglar. Payg'ambarning amri to'g'risida janjallashdinglar. Payg'ambarning amriga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zladinglar. Ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlardan dushmanni qaytirdi. Ya'ni sizlarni g'albidan mag'lubiyatga yuzlandirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi.
Allah müminlerge merhamet kılgıcıdır. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Öz vaqtida payg'ambar: "Ey Allohning bandalari, mening tarafimga kelinglar. Men Rasululloh turman. Kimki jihad maydoniga qaytsa, u jannatga kiradi" deb orqanglardan sizlarni chaqirib turatdi. Sizlar hech kishiga qaramay qochatdinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, ya'ni g'animatga, beshinglarga kelgan musibatga, ya'ni mag'lubiyatga qayg'urmasliqinglar uchun Alloh sizlarga g'am ustiga g'am berdi. Ya'ni sizlarni g'animatdan mahrum qilganning ustiga mag'lubiyat bilan jazoladi. Allah qilmishinglardan xabardordir. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. G'amdan keyin Alloh sizlarga aminlik tushirib berdi. Sizlarning bir qisminglarni, ya'ni haqiqiy mo'minlarni mo'gdak bosdi. Yana bir qisminglar, ya'ni munofiqlar o'zlari bilan bo'lib ketdi. Ya'ni kuffarlar qayta hujum qilarmi deb jon qayg'usi bilan bo'lib ketdi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarata noto'g'ri gumonlarda bo'ldi. Ular bizga Alloh va'da qilgan g'albidan nesibi bormi deydi. Aytqinki, hamma ish haqiqatan Allohning ilkida. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yoshirishadi. Ular agar bizga g'albidan ozroq nesibi bo'lsa edi, bu yerda o'ldirilmaydik deydi. Ey Muhammad, aytqinki, agar sizlar o'ylaringlarda bo'lgan taqdirdami, oranglardagi o'ldirilishib fitib etilgan kishilar cho'qim o'zlarining o'ladigan joylariga berishidi. Allohning qazosidan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Allohning mundoq qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni poklash uchundir. Allah ko'ngillardagini yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin bilguchidir. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
ikki qo'shin, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar bir-biri bilan uchrashgan kunda ishchinglardagi jangdan haqiqatan yuz o'rgan kishilarni ba'zi qilmishlari, ya'ni payg'ambarning amriga muxolifatchilik qilganligi tufaylidan shayton tiyildirishga urindi. Allah haqiqatan ularni afu qildi. Allah haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda halimdir. Ya'ni osiylik qilganlarni jazolashga oldirab ketmaydi. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Ey müminler! Safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda bo'lganda o'lmaydi va o'ldirilmaydi degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Allah buni ularning dillarida hasrat qilsin. Allah tirildirdi va o'ldirdi. Ularning g'azotga chiqmasligi ularni o'limdan qutuldirolmaydi. Allah qilmishinglarni ko'rib turg'uchidir. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Şübhisizki, agar sizlar Allah yo'lida, ya'ni g'azotda o'ldirilsanglar yoki g'azotga ketib berib o'z ajringlar bilan o'lsanglar, sizlarga Allah tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan ortiqdir. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Agar sizlar o'z ajringlar bilan o'lsanglar yoki jang maydonida o'ldirilsanglar, oxiratda cho'qim Allohning dargohiga to'planisizlar. Allah sizlarni amalinglarga qarab mukofotlaydi. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Allah'ның rahmeti bilan sen ularga muloyim bo'ldi. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, ular cho'rangdan tarqab ketadi. Ularni afu qil. Ular uchun mag'firat tiligin. İşte ular bilan kengashgin. Kengashgandan keyin bir ishga bel bog'lasang, Allohga tavakkul qilgin. Allah haqiqatan tavakkul qilguvchilarni do'st tutadi. إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Agar Allah sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kishi yengolmaydi. Agar Allah sizlarga yordamini tark etsa, Allohdan boshqa sizlarga kim yordam beradi? Müminlar yolg'iz Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishni Allohga topshirsin. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Hech qandoq bir payg'ambar g'animatga xiyonat qilmaydi. Ya'ni buni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Kimki g'animatga xiyonat qiladi ekan, qiyomat kuni u xiyonat qilgan narsasi bilan, ya'ni xiyonat qilgan narsasi gajgisiga ortilgan holda keladi. Har kishining qilgan amaliga to'liq mukofot yoki to'liq jazo beriladi. Ularga yaxshilarning savobini kemaytib etib, osiylarning jazosini oshirib etib zulm qilinmaydi. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Allah'ның razılıqını izdigan kishi Allah'ның g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishiga o'xshamdi. Allah'ның g'azabiga uchrashga tegishlik bo'lgan kishining boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Hum darajatun indalloh vallohu basirun bima ya'malun. Allah'ның dargohida ularning darajasi turlik bo'ladi. Allah ularning qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah müminlerge Allah'ның ayetlerini tilovat qılıdığan, ularni günahlardan pak qılıdığan, ularga kitobni va hikmetni, yani Kur'an va sünnetni öğütüdüğan, özlerden bolgan bir peygamber evetip, ularga çoğun ihsan qıldı. Halbuki, ular burun uçuk gumrahlıkta idi. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sizlarga yetgan musibat, sizlar düşmanga yetkizgan musibatning yerimig'i tang keladigan tursa, ya'ni Uhud g'azotida sizlardan 70 kishi shahid bo'lgan tursa, Badri g'azotida bo'lsa, mushriklardan 70 kishini o'ltirgan, 70 kishini asir olgan tursanglar. Sizlar yana bu musibat qayerdan keldi dedinglar. Aytqinki, u sizlarning o'zlaringlardan, ya'ni payg'ambarning amriga xiloflik qilganliginglar va g'animatga eris bo'lganliginglardan bo'ldi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. İki qo'shin uchrashgan kunda, ya'ni musulmonlar bilan mushriklar to'qinishgan Uhud jangida sizlarga kelgan musibat Allohning irodasi bilan kelgandir. Bu haqiqiy mu'minlarni bilish, ya'ni ayirish uchundir. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
والله أعلم بما يكتمون. Va munofiqlarni bilish, ya'ni ayirish uchundirki, ularga kelinglar, Alloh yo'lida urush qilinglar yoki o'zinglarni qo'g'danglar deyilsa, ular urushdan xabar topgan bo'lsak, albatta sizlarga agishatdik. Ya'ni sizlar bilan bir safda turib urush qilatdik dedi. U kunda ular iymonga qaraganda kufriga yaqin edi. Ular ko'ngillarida yo'q narsalarni eg'izlarida dedi. Ular yoshirganni, ya'ni nifoq bilan mushriklikni Alloh obdan biladi. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Bu yana Allohning urushga chiqishni xohlamagan munofiqlarni ayirishi uchundirki, ular o'ylarida o'ltirib qarindoshlariga, agar ular, ya'ni mo'minlar bizga bo'ysungan bo'lsa, ya'ni nasihatimizni anglab urushdan qaytgan bo'lsa, o'ltirilmaydi dedi. Ey Muhammad, bu munofiqlarga aytginki, agar urushga chiqmaslik o'limdan qutuldiradigan bo'lsa, o'limni o'zinglardan dab'i qilib beqinglar. Agar davoyinglarda rastchil bo'lsanglar. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Allah'ның yolida şehit bolğanlarını ölük dep guman qılmagın. Belki ular tirik bulup Allah'ның dergahideki rızıqdan bahriman qılınadı. Yani cennetning nimetleridan atigan akşamda mengülik rızıklandırıp turuladı. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ular Allah'ның özlerine bergen pazlidin xursandır. Özlerinin arkasıdın texi yetip gelmegen, yani şehit bolmay tirik qalgan qerindaşlarga ahirette ne korkunç, dünyadan ayrılganlıqıga ne qaygı yok işkenligi bilen xush xabar berishni tilaydi. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Ular Allah tarafından berilgen nimet ve fazilni, müminlerinin ecrini Allah'ның bekar qilib etmaydiganligi bilan xush xabar berishni tilaydi. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Uhud gazıtıda yarlangandan keyin Allah'ның ve Peygamberinin çağırıqıga avaz qoşqanlar. Ular, yani müminlerden yaxşı amallarni qilganlar ve taqvodorlik qilganlar çoğ savabga erişidi. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Müşriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy dedi.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Ular Allah'ның nemeti ve fazlı bilen qaytib geldi. Hiç qandaq ziyon zahmetki uçuramadı. Ular Allah'ның razılıqını izledi. Allah ulug' fazl egisidir. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Yani şu şeytan öz dostlarını, yani kuffarlarını korkutudu. Eğer mümin bolsanglar, ulardan korkmanglar, menden korkunglar. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Ey Muhammed! Küfrüga özlerini atıqallar. Yani sözleri ve hareketleri bilen küfrüga şapaşlaydıgan münafıklar seni gamkin kılmısın. Ular hakikaten küfrü bilen Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Allah ahirette ularga savaptın hiçbir nesibi vermezlikni halaydı. Ular çoğun azapkı doçar buludu. İnnellezîne işteravul kufra bil îmâni len yadurrullâhe şey'en ve lehum azâbun elîm. İmanni küfrüge tegişkenler, yani mezgur münafıklar, küfrü bilen Allah'a kılçı ziyan yetküzelmeydi. Ular qattiq azapga doçar boludu. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Kapırlar özlerine caza vermezden mühlet berişimizni, yani ömrünü uzun qilishimizni hergiz özleri üçün faydalı deb guman qilmasin. Ularga mühlet berishimiz ve acilini kechiktirishimiz faqat ularning gunohining ko'payishi uchundir. Ular oxiratda xor qilg'uchi azobga duchor bo'ladi. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Allah yamanni, yani münafıqni yaxşıdın, yani mümindin ayrımıgıca müminlerni, yani sizlerni hazırkı petinlarca koymaydı. Allah sizlerni gayiptin mu xabardor qilmaydi. Ve lekin Allah peygamberlerden xalıqını tanlab, onunğa Muhammed aleyhisselamga münafıqlarının halini bildirgendek gayibni bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman eytinglar. Eğer sizler iman eytsanglar ve perverdigarınlardan korksanglar, çoğun savapkı erişsizler. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Allah öz pəzlidən bərgən nərsilərgə, yəni pul malğa bexillik qılıdığanlar, bexillikni özləri üçün faydalıq dəb guman qılmısın. Əməldə bu ular üçün ziyallıqdır. Ularının bexillik qılğan nərsisi qiyamət günü ularının boynuğa taqaq qılıb selinidi. Osmanlarının və yerinin mirası Allah'nındır. Yəni kainatdaki həmmə nərsə Allah'ның mülkü bolup, ular fani bolğandan keyin Allah'ның dərgahıga qaytıdı. Allah qılğan əməllərinlərdən xəbərdardır. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Allah bolsa haqiqatan pekir. Biz bolsak boy degan kishilar, yani Yahudilarning so'zini Allah haqiqatan angladi. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yimiz. Yani nomi amoliga muakkal farishtalarga buni ularning nomi amoliga yezishni buyuramiz. Hamda oxiratda farishtalar tili orqali köydürgücü azapni tetinglar deymiz. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Bu sizlerning qilmishinglar tüpaylidandir. Allah bendilerge zulüm qilguvchi emasdir. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Ular Tevrat'ta Allah bizni osmondan tushgan o't yeb ketadigan bir qurbonlik keltirmagicha haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Allah ularni buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. Ey Muhammed, ular seni yolg'onga chiqargan bo'lsa, qayg'urib ketmagin. Sendin ilgiri o'tgan mo'jizalarni, kitoblarni, ya'ni İbrahim alayhissalomga nozil qilingan sahifalarga o'xshash samoviy kitoblarni va nurliq kitobni, ya'ni Tavrat, Injilga o'xshashlarni elib kelgan nurg'un payg'ambarlarmi yolg'onga chiqarilgan edi. Kullu nafsin dha'iqatul maut va innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Har bir jon egisi ölümning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarning ajringlar, ya'ni
amallaringlarning savobi qiyomat kuni to'liq beriladi. Kimki do'zaxdan yiroq qilingan va jannatga kirgizilgan ekan, u murodiga yetgan bo'ladi. Dunyo tirikchiligi faqat aldaydigan moldilli iboratdir. Ya'ni aldaydigan narsa bo'lib, ozg'ini bahramand bo'lgandan keyin tugaydi. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sizlar mollaringlarda sadiqaga buyurilish va ofat yetishi bilan va jonlaringlarda qatl qilinish, asir elinish, kesal bo'lish bilan cho'qim sinilisizlar. Sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar va Nasaralardan, mushriklardan cho'qim nurg'un yomon so'z anglaysizlar. Agar yuqorqi ahvollar yuz berganda sabr qilsanglar, so'zinglar va harakatinglarda Allohdan qo'rqsanglar, undaqda bu haqiqatan iroda bilan qilinishga tegishlik ishlardandir. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Öz vaqtida Allah kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylardan kitobni, ya'ni kitobdagi Allohning ahkomlarini kishilarga cho'qim bayon qilib berishga va yoshirmaslikqa ahd oldi. Lekin buni, ya'ni ahdini ular orqasiga cho'rivatdi va uni ozg'ini badalga, ya'ni dunyoning arzimas narsasiga tegishdi. Ularning tegishib olgani nima degan yomon? لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Ey Muhammed, qilgan ishlardan, ya'ni haqni yapqanligidan xushal bo'ladigan, qilmagan ishlar bilan madhiylanishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagin. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah hamma narsaga qodirdir. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Şübihsizki osmonlarning va zaminning yoritilishida, kecha bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ular öğrü turgandımu, olturgandımu, yatgandımu Allah'ını əslab turdu. Osmonlarning va zaminning yoritilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz,
buni bekor yaratmading. Sen poktursan. Bizni do'zax azobidan saqlagin. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Parvardigorimiz, sen kimniki do'zaxga kirgizid ekansan, uni albatta xor qilgan bo'lasan. Zolimlarga hech qandoq yordamchi bo'lmaydi. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Parvardigorimiz, biz haqiqatan bir chaqirg'uchining, ya'ni Muhammad alayhissalomning Rabbinglarga iymon aytinglar deb iymonga chaqirganligini angladik. Iymon aytdik. Parvardigorimiz, bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Yomonliklarimizni yo'qqa chiqargin. Bizni yaxshilarning qatorida qabzi ruh qilgin. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Parvardigorimiz, bizga payg'ambarlaring orqali va'da qilgan narsani, ya'ni itoat qilganlarga xos bo'lgan jannatni bergin. Qiyomat kuni bizni rasvo qilmag'in. Sen haqiqatan va'dangga xiloflik qilmaysan. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ularning duosini Parvardigori ijobat qildi. Men sizlardan bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday bir yaxshi ish qilguvchining qilgan amalini bekor qilib atmayman. Sizlar bir-biringlardan to'ralgan. Hijrat qilganlar, yurtlardan haydab chiqarilganlar, mening yo'limda, ya'ni Allohning dini uchun aziyat tortganlar, urushga qatnashganlar, ya'ni mening yo'limda urushganlar va mening yo'limda o'ldirilganlarning gunohlarini mag'firatim va rahmatim bilan albatta ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Bu ularning yaxshi amallari uchun Alloh tarafidan berilgan mukofotdir. Allohning dargohida yaxshi mukofot, ya'ni jannat bor. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Kafirlarning pul, mol, obro'y, martaba izlash yuzasidan shaharlarda kezib yurishlari seni oldimisin. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Bu ozg'ini bahriman bo'lishdir. Kelgusida ularning joyi jahannam bo'ladi. U
nemi degan yomon to'shak. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Parvardigoriga taqvodorlik qilgan kishilar ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardan bahramand bo'lib, u yerda mangu qoladi. Bu Alloh tarafidan bo'lgan kutib elishdir. Allohning dargohidagi narsalar, ya'ni mukofot va hurmat yaxshi bandalar uchun kuffarlar bahramand bo'lgan baqosi yo'q ozg'ini rohatdan ortiqdir. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ahli kitob orasida haqiqatan Allohga iymon keltiradigan, sizlarga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Qur'onga, o'zlariga nozil bo'lgan kitobga, ya'ni Tavrotga va Injilga ishonadiganlar bor. Ular Allohdan qo'rqadi. Allohning oyatlarini ozg'ini badalga tegishmaydi. Ya'ni ularning kitoblaridagi Muhammad alayhissalomning sifatlari va shariat ahkomlarini rohiblarga o'xshash dunyoning arzimas narsalarini deb o'zgartib etmaydi. Ularga Parvardigorining dargohida savob beriladi. Alloh haqiqatan tez hisob olg'uchidir. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey müminler! Taat ibodatning mushaqqatlariga va sizlarga yetgan ig'richiliklarga sabr qilinglar. Dushmanlarga ziyoda chidamliq bo'linglar. Chegaralaringlarni saqlab, jihodga tayyor turinglar. Maqsadinglarga yetish uchun Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni uning amriga muxolifatchilik qilmanglar. Qur'on Karim abdi tali